O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-yanvardagi Respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida Uchtepa tumanida huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi rahbariyati boshchiligida bir guruh mas'ul xizmat xodimlari uchun shaxsiy tarkibda xizmat intizomi, profilaktik tadbirlarni samarali tashkil etish, aholi bilan ishlashda qonunchilik talablariga qat'iy rioya etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, huquqbuzarliklarni barvaqt aniqlash va oldini olish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasida jinoyatchilikni oldini olish, umuman Toshkent shahrida jinoyatchilikni jazolash bo'yicha davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimiz juda yaxshi tizim tashkil qilib berdilar-da. Mana o'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar. Oliy ta'lim muassasasi, xususan Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi shu vazirlik bilan birgalikda Uchtepa tumaniga biriktirilgan shu jinoyatchini jilovlash bo'yicha va albatta Ichki ishlar vazirligi, bitta prokuratura organlari, umuman huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda jinoyatchilikka oddiy kurashish emas, uni tub mohiyatini, tub sabablarini iloj bo'lsa shu ilmiy asoslangan holda jinoyatchilikni bartaraf qilishga qaratilgan juda chiroyli bir tizim yaratib berdilar. Mana bizni akademiyamiz professor o'qituvchilari ham ushbu jarayonga jalb qilinganlik bejiz emas. Bu yerda ikkita masala bor. Birinchi o'rinda asoslangan taklif xulosalarini tayyorlash va parallel ravishda dual ta'lim tizimi asosida akademiyani kursantlari demak o'sha o'zlariga beritilgan hududda mahallalarda mana Uchtepa tumanida 60 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, har bitta mahallaga profilaktik inspektor biriktirilgan bo'lsa, profilaktik inspektor bilan birgalikda yurib, o'sha jarayonni o'z ko'z bilan ko'rib, dual ta'lim asosida nazariy bilimlarini amaliyotda mustahkamlayapti. Bu juda chiroyli tizim, bu juda ham bir unikal tizim va o'zini albatta tez fursatlarda samarasini ham beradi. Tadbir davomida tumandagi 287-maktabda o'quvchilar, ota-onalar va mahalla aholisi ishtirokida voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish, yoshlar o'rtasida giyohvandlik, tamaki mahsulotlar va boshqa salbiy illatlarning zarari, internet orqali uchrayotgan turli tahdidlar yuzasidan profilaktik suhbatlar olib borildi. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan kuni kecha o'tkazilgan yig'ilishdan keyin bizni tumanda tubdan o'zgarish bo'ldi. Ya'ni ichki ishlar organlari tizimida har bir xodim, har bir rahbar jinoyatni barvaqt oldini olish profilaktikasini 3 bosqichli tizimga o'tildi. Bizning tumanga biriktirilgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbariyati hamda ushbu vazirlikning akademiyasi kursanti va professor o'qituvchilari bilan 60 ta mahallamizda kursantlarni hamda ofitser professor o'qituvchilarimizni biriktirgan holda jinoyatchilikning profilaktikasiga qarshi kurashish oyligini boshladik. Asosiy maqsadimiz o'sha joylarda oila turmush doirasidagi jinoyatlarni oldini olish. Undan tashqari toifalangan shaxslar bilan to'g'ridan to'g'ri profilaktik ishlarni kuchaytirish. Mahallalarda jinoyatlarni olishda har bitta toifalangan shu ichkilikka ruju qo'ygan, oilaviy janjalkashlar, muqaddam sudlanganlar, shu uyushmagan yoshlar bilan manzilli profilaktik tadbirlarni kuchaytirdik. Shuningdek, tuman hududidagi Tinchlikobod, Nayman, Farhod, Nurobod, Hamdo'st hamda boshqa mahallalarda joylashgan xonadonlar, savdo komplekslari va ijtimoiy obyektlarda favqulodda vaziyatlar xavfini kamaytirish hamda aholi orasida xavfsizlik madaniyatini oshirishga qaratilgan targ'ibot, tashviqot ishlari olib borildi. O'z navbatida mazkur tadbirlar jamoat xavfsizligini ta'minlash, tinchlik va osoyishtalikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Mohina Bonu Ashurova, Avazxol Mo'minov, Poytaxt.